Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi obunachilar. Bugun mana pechkamiz o'rnatilgan obyektga keldik. Bu obyektda pechkadan ikkita o'rnatilgan. Hop. Hozir gaz bor, gaz yonyapti. O'tin ham yoqilgan. Ishlari. Bu turli materialimiz gazga moslab berilgan. Hop, mana tepalarida 8 yil istin lazer kesganman. Shular. Pechkamiz kraska bo'lmagan, obishniy oddiy holatda ustunovka bo'lgan. Hop, xonani razmeri adashmasam 5 metrga 4 metr yoki 5 ga 3,5 shunaqa razmerda. Hop, buni remont bo'lgan xonaga o'rnatilyapti. Hozir orqa tarafni ko'rsatib o'taman. Mana bu orqa tomoni televiziya o'rnatilgan. Endi bor remont qilsa ham bir pasda qurib ketadi endi. Uylanishmaydi. Kafel nomi chiroyli anaqasi chiqibdi, video chiroyli chiqibdi. Hali oshda majmuaga guli ko'p bo'lgandan ko'ra. Bu ikkinchisi, bunga hali o't yoqishmabdi. Bunisi o'ng tomon tarafi. Nari hozir ko'rgan pechkamiz chap taraf bo'lgan, eshigi chap qo'lga bo'lgan, lekin o'ng qo'lga to'g'ri keladi. Ichkari qismlar qo'yilgan. Bemalol foydalansa bo'ladi. Sizlar keladi. Ichi qorong'u effekt bo'lib qolyapti. Bunga dizellarni olib kelib ustunovka qilib berdik. Pechkani o'zini boshqa ustalar qurgan. Dizelni o'zimiz ustunovka qilib berdik. Pechka yon tomondan turishi mana devordan 10 cm ichkarida turadi, orqa tarafi. Hozir uni old tarafini ko'rsatib o'taman. Buniki ham shu burchak bo'lib qolibdi, arkani oldim. Asha uni modelkachilarga aytsangiz, qilib bera olamiz desa, men aka adres olib beraman. Bunga hali o'tam yaqilmabdi shekilli. Mana aka. Mana yerdan qat'iy degani-da. Mana shuni urib yoki nima qilib qo'ysangiz yana qattiq bo'laveradi. Bunday holatga olib kelib turib. Mana bu o'ng tomon taraf eshikdan kirish o't bo'lsa, o'ng qo'lda eshigi bo'lsa, chap qo'lga olib o'tin yoqishga udobniy bo'ladi. Pechkani o'ng tarafi shunday farq bo'ladi. O'ng tomon, chap tomonida materiali 8 linis. Pastki korobka 4 linis. Yonbosh, ichkari duxovkalar, old orqa korpusi. Hozir chap tarafda boshqadan ko'rsatib qo'yaman. O'sha to'rtta xonaga ikkita ustunovka qilingan. Bu chap tomonida mana eshikdan kirish xot bo'lsa, eshik chap qo'lda bo'ladi-da, o'ng tomonga ochilish bo'ladi. O'sha o't o'chirib qo'yibdi. Chap qo'l bo'lsa, o'ng qo'lga o'zida ustunovka. Shu holatda o'tin yoqishi qulay bo'ladi. Kafel boshida ozgina xatolik bo'lgan mana. Avvalda yarim oy qilmaganda 3 burchak bo'lib qolgan. Endi buni to'g'rilasa bo'ladi. Endi shu o'rnatadigan ustaga ko'p narsasi bog'liq. Bu pechkamizni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1,6 million so'm chiqadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor, faqat pulli bo'ladi. Любой viloyatga pochta qilib berib yuboriladi. Faqat pochtasi pulli bo'ladi. Har xil ba'zi joylarga 300 ming, 400 minggacha chiqib ketadi. Ba'zi joylarga 70 ming, 100 minggacha bo'ladi. Bemalol ekranda nomerlarga aloqa qilib olasizlar, kimga ma'qul bo'lsa.